Surat. Kim o? Kira. Hikmet. Kira ağine. Kira. Ha, üstü çıkı. Ha, kila adaş. Yukarı öte. Ha, oltre. Neymiş oldu ya? Soluşup ketipsan qadaş. Lalaning apisi men qattiq haqorat qildi. Buningdan keyin Lala bilan ko'rishishim mumkin emas o'xshaydi. Men bir parcha xat yozib qo'yay. Berib qo'ysam bo'pti-ekan, adash. Bir parcha xat degan nemite adaş? Men berib qo'yman. Ikkimizning o'tirisida bundaq kelib ketamdi. Men ish topgandan keyin oilamdagilarga sen orqali pul, Lalaga xat avatib turman. Ig'ir ko'may ularga yetkazib qo'ysam. Xotirjam bo'l. Mening avatganligimni ularga demisang, senli bilgin. Yani şu dadağının meni parakende kılışıdan korkup sende adaş. Şunaq mı ha? Ensirme adaş. Lale'den hatırcan bulanmayotam sen. Men obdan qarab qo'yman. Biz savaqdaş tursak. Hatırcan bol. Men onun obdan qarayman. Hatırcan bol ha? Ensirmsang boludu. Ensirme. Rahmat sana. Bu yaxshiligingni cho'qim qaytiraman. Nälik gapni qildikan adaş. Hatırcan bol ha? Aka, oshxonangizda men qilgidek ish bormi? Mush yerda ish qilib jenimni baqsam bo'pti-ekan. Nereden geldin? Yezdan keldim aka. Bizning odamimiz to'liq ukan. Aka, men qochquchi yolayman, hamma ishni qila olayman. Men
Men Bo'ldi ukam, bizning vaqtimizdan may. Chiqib tur, ha? Aka, Hozir odamimiz men- to'liq. Bo'ldi, chiqib tur ukam. Fukam bu yerga. Tamoqning pulini men to'layman. Bir qosh tamoqqa chiqib bering. Ha, bir taq silaqman. Qarasam, yezdin kelganda qilasan. Bu yerda urug' tuqqaldiring bormi? Men bu yerga ish izlab kelgan. Ota-onang bormi? Yo'q. O'lib ketgan. Isming nima? Ismim Ahmad. Ahmadda. Nima ish qila olaysan? Men to'liq o'tirdi o'qigan. Naqsh ayta olayman. Dutornimi yaxshi chala olayman. Oy, barakalloh ukam. Xudoyim bergan talantdan ekanda. Qo'shiqing toz echibdi-da ukam, ha? Rahmat. Bir ishingiz bormi aka? Men qilib o'tay. Mening hozir bir ishim yo'q. Men shu topda sen to'g'rilik o'ylayapman. Bir hafta bo'ldi. Abdunum rayonlik san'at institutining odamlari shahrimizga kelib, sana o'xshash talant egildirdan imtihon elayotdi. Ular atimanmoqchi imtihon berib bersan qanday? Ishonching bormi? Agar shunday fursat bo'lib qolsa, o'zimga ishonchim bor aka. Undaq yura. Canım balam Hikmet. Nələrimi təmtirəb yürüydüğən sən? Apa, yetivəmək ornunuzdan turvapsız o. Adam yetiversə, keselcan bu gidirken kızım. Əkilan, kırlanı məcbutay. Boldu kızım, boldu. Bu akanın köyünü. Becarı balam, bir qor kiyim bilərlə çıxıb ketken. Nələrdim tenep təmtirəb yürüydüğəndir. Apa, boldu könlünüz yerim qılmağın. Akamğa hiç düşünmaydı. Nələrdim təmtirəb yürüydüğən sən balam. Azraq pul tepib kez qayıdıb kelimən degəndə o pat ardı qayıdıb gelidi o. Surat. Kim o? Kira. Hikmet. Kira ağine. Kira. Ha, üstü çıkı. Ha, kila adaş. Yukarı öte. Ha, oltre. Neymiş oldu? Soluşup ketibsan qadaş. Lalaning apisi men qattiq haqorat qildi. Buningdan keyin Lala bilan ko'rishishim mumkin emas o'xshaydi. Men bir parcha xat yozib qo'yay, berib qo'ysam bo'pti-ekan adash. Bir parcha xat degan nemite adaş. Men berib qo'yman. Ikkimizning o'tirisida bundaq kelib ketamdi. Men ish topgandan keyin oilamdagilarga sen orqali pul, Lalaga xat avatib turaman. Ig'ir ko'may ularga yetkazib qo'ysam. Xotirjam bo'l. Mening avatganligimni ularga demisan, senli bilgin. Yani şu dadağının meni parakende kılıçıdan korkup sende adaş. Şunaqma ha? Ensirme adaş. Laladan xatirjam bulamayyotam sen. Men obdan qarab qo'yman. Biz savaqdash tursak. Xatirjam bol. Men uning obdan qarayman. Xatirjam bol ha? Ensirmsan bo'ladi. Ensirme. Sana.
Bu yaxşılıqını çoxum qaytırman. Nälik gapni qildikansan adash. Xotirjam bo'l. Aka, oshxonangizda manqiqidek ish bormi? Mush yerda ish qilib jenimni boqsam bo'pti ekan. Nereden geldin? Yezdan keldim aka. Bizning odamimiz to'liq ukam. Aka, men qochquchi yolayman, hamma ishni qila olaman. Men Bo'ldi ukam. Bizning vaqtimizdan may. Chiqib tur, ha? Aka, Hozir odamimiz to'liq. Bo'ldi, chiqib tur ukam. Fukam bu yerga. Tamoqning pulini men to'layman. Bir qosh tamoqqa chiqib bering. Ha, bir taqsilaqman. Qarasam, yezdan kelganda qilasan. Ha. Bu yerda urug' tuqqaldiring bormi? Men bu yerga ish izlab kelgan. Ota-onang bormi? Yo'q. O'lib ketgan. Isming nima? Ismim Ahmad. Ahmadda. Nima ish qila olaysan? Men to'liq o'tirdi o'qigan. Naqsh ayta olayman. Dutornimi yaxshi chala olayman. Oy, barakalloh ukam. Xudoyim bergan talanting bor ekanda. Qo'shiqing tozi echibdi-da ukam, ha?
Bir işiniz var mı aka? Ben qilib o'tay. Mening hozir bir ishim yo'q. Men shu topda sen to'g'riliq o'ylayapman. Bir hafta oldu. Abdunum rayonluq san'at institutining odamlari shahrimizga kelib, sana o'xshash talant egillaridan imtihon elayotdi. Ular atimanmoqchi imtihon berib bersan qandaq? Ishonching bormi? Agar shunday fursat bo'lib qolsa, o'zimga ishonchim bor aka. Undaq yura. Canım balam Hikmet. Nələrimi təmtirəb yürüydüğən sən? Apa, yetivermey ornunuzdan turvapsız o. Adam yetiverse keselcan bulup getirken kızım. Ekilan, kırılanı mecbur etey. Boldu kızım boldu. Bu akanın köyünü. Becarı balam, bir qor kiyim bilan chiqib ketgan. Naladim tenab tamtirab yuruydiğanda. Bo'ldi, ko'nglingiz yerim qilmagan. Naladim tamtirab yuruydi. Yura balam. Yura balam. Keling balam. Bizning oyga chiqayli. Bizning oy mana shu. Canım dada, yaxshi turdingizmi? Qizim. Qandaqroq turdingiz? Yaxshi, sizni Men bek yaxshi turdim. sevgandim. Men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu mening qizim Saba. Bu yoq akangiz Ahmadjon bo'ladi. Akangiz? Keyin tushuntirib qo'yman. Qani uy Qani turinglar. uyga kirayli balam. Men qizim. Akilama alay. O'tiring. Akilang dada. Men. Qo'sqinlar tez ochqandi, ha? Sizning tomog'ingizni yeymiz deb Ahmadjon ikkimiz tomoq yemay keldik qizim. Unda xussa chay ishkach o'tiringlar, men tomoq hazırlab kiray. Men qo'limni yuvib kiray balam. Qani ag'ash o'tiring. Ahmadjon balam qo'lingni yuvib ol. Ash uydimi? Oshadi. Olta balam. Uylarınız bek esilkenci-mi? Bundan keyin sen mushu uyda tursan balam. Chay iling dada. Rahmat. Rahmat. Sizlar chay ishkach o'tiringlar, men tomoq etib kiray. Choy ichcha balam. Qo'sig'ingni ochqandi. Ala. Nimaga tayyorlik qilyapsiz, qizim? Nimaga tayyorlik qilyapsiz deyman? Sizlar lag'man etib biraymikin deyman dada. Mayli, bo'pti. Uyingizni rostla yaxshi zinatlayapsiz. Shundoq balam. Bundan keyin sen mushu uyda tursan. Qo'sqing to'ydimi balam? To'ydi. Bek o'xshabdi. Duo qilib o'taylik. Amin. Amin. Allohu akbar.
Sabah, bu yoqqa chiqing qizim. Ahmetcha akangizga uru rastlab bering. Charchab ketdi, aramasın. Chiqib aramal o'g'lim. Chiq. Aramal balam, aramal. Jana Ahmet aka. Bu yoqqa kelib o'ltiring qizim. Men yo'q zerikdingizmi? Yo'q. Dada, o mening qandaqsiga akam bo'lib qoladi. Yetimning qadriga yetim yetidi qizim. U bola asli bir yetim bola ekan. Ahmet aka, yaxshi uxlabsizmi? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içing. Mutallab akam ko'rinmaydi-ku. Dadam attigan sirtqa harakat qilib chiqib ketgandi. Siz bir yerda ishlamsiz? Yo'q. Bundan keyin ikkimiz savodlashib qolamiz. Men yangi maktab bitirib muzikadan imtihon berib san'at maktabiga qabul qilindim. Voy, undaqda bak yaxshi bo'pti-ku. Bundan keyin ikkimiz o'zaro o'rganib yordamlashimiz shu. Ilanga. Voy, dada. Qandaq balam. O'tir. Qandaq? Yaxshi uxlabsanmi balam? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içing dada. Qani, ilanga. Balam. Ahmetcan, mundaq ish balam. Atatiganlikka sen maktabga tizim qoldirdigan kun. Sabah bilan ishkinglar bir sinfda. Yaxshi o'rganib, kelgusida yaxshi bir muzikant, el suyar bir naqshchi bo'lib chiqishinglarni umid qilaman. Men cho'qim ajringizni yerda qo'ymayman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi çay içaylik dada. Çay içaylik. Ekiling. Bo'ldi qizim. Elanglar. Canım kızım, nimanda qilsa? O'zingni bir tuzashtirib yursang bo'lmamdi. Sana qarsam, men tugishib ketyapman. O'zingni oyimsang, meni o'simi oyig'in. Men shu sen yaxshi bo'lsin deb shunda qilyapman. Bunda qilsang, meni tugashtirib etsan juma. Yaxshi bo'lsin deysan. Herkesin bunda qilmagan bo'lar edi. Meni hikmetdan ayırıp etmeydin. Cismimizni ayırıp etkenin bilen kalbimizni ayırıp etmeysin. Senin xiyalın yeni şu hikmetdi mi? O senin beşiğini oylandırıp etken okşamamdı. Məlli hayat boladı iken men senin onun bilen arlaşqanını bir körey. Men sütünü ötküz etip kәгіче, muş jayыңda müdürlemay oltursa. Hikmetkinim boğandı. Ne çıkın boldu onun nakşısını anlamadım.
Hikmet Lale'ye yazan xetide nimelerni dedikin? O qaytib kelsa, Lale bilan to'y qilib ketaman. Men barmog'imni tishlab qolamanmi? Yo'q, bu mumkin emas. U mening. Uni meningdan hech kim tortib olmaydi. Ko'zimning qarisi, yuragimning parisi. Canım Lalem, salametmisin? Men bugün hilqi joyda seni bir gün saqladim. Biroq sen chiqmading. Men apaning til haqoratlarini anglab, sening nima uchun chiqmaganligingni uqdim. Apang meni va mening oilamdagilarni bek pas ko'rdi ekan. Dadamning xatoligini mening va bechora apamning xatoligi deb biladi ekan. Canım Lalem, pul bizning sap muhabbatimizning maqsadi emas edi. Biroq shu pul tufayli men uydan haydaldim. Shu pul tufayli opangning oldida xorlandim. Men biz uchun va bizning to'yimiz uchun pul topmasam bo'lmadik. Shunga men sirt shaharlarga ish izlab ketdim. Biroq sen meni saqlagin. 1 yil, 2 yil, 3 yil pul topaman. Chunki men pul topsamla, ondan ikkimizning to'yi bo'ladi ekan. Sana erisha oladi ekanman. Meni saqla. Sen har qachon, har minut qalbimda. Seni mangu suyib, bechora yolg'izing Hikmet. Lale bilan to'y qilamiz-di. Bu mumkin emas, Hikmet. Sen tugashding, Hikmet. Sen tugashding, sen tugashding. Surat! 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 Lale, ustiga chiqib o'ltir. Bu yoqqa chiqa, chiqa. Bo'ldi, Surat. O'ltiramayman. O'ltiramayman. Uydan o'g'irliqcha qochib chiqdim, Surat. Chiqib o'ltir, o'ltirib parang'ishayli. Bo'ldi, o'ltamay, Surat. Necha kun bo'ldi Hikmatning xabarini hech olmadim. Shunga seningdan bir xabarni o'qib boqay deb kelishim. Desam gap chiq, Lale. U o'tganda sen bilan ko'rishman deb chiqib ketib, yerim kechida solashgan peti qaytib ketdi. U menga jondan to'ydim. Lale'den nefretlendim. Bundaq yaşıqca ölüp olaman dedi. Men onunla onda qılmagın. O'ttirda uqishmaslik bağışaydı desem, yerim kechida uydan yugurib chiqib ketdi. Men uning orqasidan yugurib yetishamadim. Aqida ansirab uyga borsam, uyigim bo'lmabdi. Keyin Oqiston bo'yidan qoniq bo'yalgan ko'ynagini topdim. Nima? Qonga bo'yalgan? Yo'q, Hikmet o'lmaydi. Sen meni aldayapsan. Men seni nima deb oldiqdekman? Yolg'on. Mumkin emas, sen meni aldayapsan, Surat, shundoq. Sen nima deb oldayman? Menga ishonmasanmi? Uning ko'ynagini to'lagasan? Hikmatning ko'ynagini to'lamadingmi? U o'lgan bo'lsa, uning jasadi-chi? Uning jasadini topolmadim. Yo'q, bu yolg'on. Sen meni aldayapsan. Yo'q. Lale! Lale! Hikmet! Hikmet, neredesin?
Hikmet! Hikmet neredesin? Hikmet! Yok sen ölmeysen Hikmet! Yok! Sen ölmeysen! Hikmet! Yok! Buldun kızım. Kimnin köyünü? He? Abba! Hikmet öldü deydi. O ölmedi. O ölmedi. Oldu şıklama. Canım balam. Yok o ölmedi. Ben şenmeyim. Yok. Hikmet ölmedi. Buldu kız. Yok abba. Gidelim. Hikmet ölmedi. Hikmet ölmeydi. Abba. Yok. Yok. Şenmeyim ben. O ölmedi. Yok. O ölmedi. Abba. Beni Oldu koyun kızım. abba. Dostum Süret, yaxshimsan? Men bu xatni oldirash yozyapman. Men hozir yaxshi niyatli bir kishiga yo'liqib, Urumchiga kelib ish topdim. Nima qilayotganimni hozircha sana demay turay. Keyin seni birdala xushal qilib deydiganligimga ishonchim komil. Qadrli do'stim, pat yaqinda sana pul va xat avataman. Bu pulni opamga, xatni Lolaga berib qo'yishni unutib qolma. Ahvoldan qaraganda bu yerda 4 yilcha turib qoladigan o'xshayman. Lolaga salomimni va bu ishni yetkazib qo'y. Xayr, sana salomatlik tilab, do'stim Hikmat. Agar mushundaq ketaversa, men yaxshi niyatli bir odamni, Mutallib akamni aldab qo'ygan bo'laman. Yo'q, bunda qilsam bo'lmoqdek. To'g'ri. Men bu ishlarni Mutallib akamga cho'qim deyishim kerak. Kiring. Mutallib aka, qani o'tiring. Qani. Tek uxlamapsan-ku balam. Faqat uyqum kelmadi. Ha. Ati maktabga borasizlar balam. Sen baldırak aramagın. Mutallib aka, sizga deydigan bir gapim bor edi. Nima gap? Men asli Ha, gap qilma. Yana shu xijolatchilikning gapimi? men asli Ha, bo'ldi. Sen hergiz meni xaf qiladigan gaplarni qilma. Bu degan o'zingning uyi. Ha, qandaqli ish bo'lishidan qat'iy nazar buni kallangdan chiqarib et. Ha? Ha, bo'ldi, boshqa ishni o'ylama. Aramal. Mutallib aka. Ha, yaxshi o'qi balam. Obdan aramal, ha? Mutallib aka. Ha, bo'ldi, aramal.
O'g'lim. Bizning bir-birimizga mehrimiz tushib, ota bola bo'g'inimizg'imi 4 yildan eshib qoldi. 4 yillik o'qishingmi bitdi. Sening qayerda ishliging bor? Men G'uljiga ketayimkin deyapman dada. Nima? Sana bu yer yaramidimi bolam? Undaq emas dada. Meningmi o'ylaganlarim bor. Meni qo'llashingizni umid qilaman. Yo'q, siz ketsangiz bo'lmaydi. Men sizni hargiz ketkizmayman. Sizga shunchalik yaxshi o'qidingiz. Hozir Naqshchi Ahmadjon Mutallib desa, tonimaydigan odam yo'qdirsa, sizga viloyatlik o'maklarga emas, avtonom rayonlik o'maklarga mos keladigan tursangiz, haris sizni radio stansiya ziyorat qilmoqchi ekan. G'uljida bunday fursatlar bormi? Ketmang Ahmadjon. Siz hargiz ketmang. Agar siz ketsangiz, Bu Men yurtimdan ayrılğılı 4 yıl oldu. Ata-anamni sevgindim. Meni saqlayotgan Lalani sevgindim. Men endi bu ahvollarni yoshirmayman. Endi bu sirlarni oshkorlaydigan vaqt kelgan o'xshaydi. Men yurtimga berib, ota-onam bilan ko'rishiman. Go'zal Lalam bilan to'y qilaman. Jinim Lala, biz visol topadigan sanoqli kunlar qoldi. Chidig'in. Oy, Sabah. yaxshimi? Keling. O'tiring. Hiç uxlamadingizmi? Zatil uxlayolmadim. Duttani bek yaxshi chaladi ekansiz. Duttanima? Nadikina mundaq qilib qo'ydim. Bir ish bormi? Men sizdan bir gapni so'ray dedim. Qani, so'rang. Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Siz degan mening singlim tursiz. Nima deb yaxshi ko'rmagidakman? Yo'q, mening demoqchi o'g'lim singlingiz o'rinda emas. Qiz do'stingiz o'rnida yaxshi ko'ramsiz demoqchi. Nima? Bu nima deganingiz? Men sizni azaldan singlim o'rnida ko'rib keldim. Unda qalayimqan xiyollarni qilsangiz bo'lmaydi Sabah. Nima deb bo'lmaqidek? Men qandaqdir sizni yigitim o'rnida ko'rishni xohlayman. Men siz yaratmoqda qiz olamasdimmi? Yo'q, bundoq demang. Bu mumkin bo'lmaydigan ish. Mening qalbim allaqachon yiroq bir sahrodagi qizga mansub bo'lgan. U allaqachon mening qalbimni egilab bo'lgan. Mundaqda birsi badana. Siz bizni aldabsiz. Yo'q. Men sizlarni emas, o'zimni aldab kelyapman, o'zimni. Siz vicdanınızı so'rab beqing. Vicdanınız buyurgan ishni qiling amisa. Vicdanimning nima deydiganligi menga ayon. Lekin siz menga mening yaxshi singlim. Yo'q. Yo'q. Sabah. Yo'q.
mana. Ana. Kettim ben. Kettim. 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 Hey, kettim. Kettim. Hey, kettim.